Assalomu alaykum aziz ertaksevar bolajonlar. Sharof Rashidov tuman axborot kutubxona markazi ertaklar yaxshilikka yetaklar loyihasi doirasida avdio ertaklarini havola etadi. Tulki bilan quyon avdio ertagi. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. O'rmonda quyon bilan tulki yashar ekan. Qish kunlardan birida quyon o'ziga mustahkam kulba quribdi. Tulki esa dangasalik qilib qor va muzdan uy yasabdi. Bahor kelib quyosh qizdirgach, tulkining uyi erib ketibdi. U quyonning oldiga kelib, "Quyonjon, meni ham uyingga kirg'iz, sovuqda qolib ketdim" debdi. Mehribon quyon tulkining ichkariga kiritibdi. Ammo ayyor tulki quyonni uydan haydab chiqaribdi. Bechora quyon yig'lab o'rmonda yurar ekan, avval ayiq yordam bermoqchi bo'libdi, lekin tulkidan cho'chib ketibdi. Keyin bo'ri ham urinibdi, ammo u ham tulkini quva olmabdi. Shunda kichkina xo'roz kelibdi. "Xafa bo'lma, men senga yordam beraman" debdi. Xo'roz baland ovozda qichqirib, qanotlarini qoqib, tulkini qo'rqitib yuboribdi. Tulki uydan qochib ketibdi. Quyon yana o'z uyiga kirib, xo'rozga minnatdorchilik bildiribdi. Ular uzoq yillar do'st bo'lib, baxtli yashashibdi. Ertakdan xulosa shuki, ayyorlik uzoqqa bormaydi. Jasorat va do'stlik esa har doim g'alaba qiladi.